PUBG Mobile ofisial turnirlari uchun 365 kun trenirovka 18-kun. Bugun sizlar bilan birgalikda qanday qilib mashinani to'g'ri minish kerakligini o'rganamiz. Birinchi o'rinda biz mana bu trening zonada turgan trassa bo'yicha mashinani minib ko'ramiz. Chunki bu narsani o'rganganimizdan keyin PUBG Mobile'dagi turnirga kirganimizda ham trassada bemalol yura olamiz. Hozir bir fishkani ko'rsataman sizlarga mashina haydash bo'yicha. Bu fishkani sizlar menimcha ko'proq streamerlarda ko'rgansizlar. Ya'ni chap tomon oldi balonni teshib olish. Bu narsa mashinani to'g'ri yurishga majburlaydi. Ya'ni bir tomonga og'irroq buradi, ikkinchi tomonga emas. Bu tufayli biz mashinaning muvozanatini doimo yerda ushlab turamiz. Bundan tashqari yana bir ko'pchilik bilmaydigan fishkalardan biri bor, ya'ni bu nitro va tormozni bir vaqtda bosib turib, mashinaning tormozini qo'yib yuborsak, mashina ko'proq kuch bilan kuchlanadi va oddiy kuchlanganga qaraganda tezroq yuradi. Agarda mana shu videomiz 2000 tadan ortiq like yig'sa, bu videomizning davomini ham chiqaraman.